Uzun marketda ko'ylak sotib qancha foyda qilsa bo'ladi? Tekshiramiz. Ketdik. Shu ko'ylak, ko'rib turganingizdek, bu sotuvchi hozirgacha 80 donadan ko'p sotgan. Haftasiga 89 dona zakaz tushibdi. Buni keling hisob-kitob qilib ko'ramiz. Xitoyda bu ko'ylagimiz ko'rib turganingizdek 30 yuandan. 30 yuanimiz o'zbek so'mida qancha bo'ladi? 30 yuanimiz ko'paytiramiz 1810 ga, ya'ni 1 yuanimiz 1810. Ko'rib turganingizdek 54300 so'm. O'zbekistonga yetib kelgungacha 65 ming atrofiga aylanadi. Ko'ylakni 185 ming so'mdan sotmoqda. Ko'paytiramiz 0.25 ga, ya'ni komissiya 25% komissiya 46250 so'm. Qo'shamiz 4000 so'm, ya'ni yetkazib berish xizmati 50250 so'm. Endi sof foydani hisoblab chiqamiz. 185 ming so'mdan ayiramiz 50250 so'm, ya'ni bu uzumning ulushi. Yana ayiramiz 65 ming so'm. Bu 65 ming so'm tan narximiz. Bir dona tovarimizdan 69750 so'm sof foyda qolmoqda. Endi buni ko'paytiramiz 89 taga, ya'ni bir hafta tushgan zakazga. Ko'rib turganingizdek 6 million 200. Keling buni 6 million deb olamiz, ya'ni bir haftada 6 million sof foyda qildi. Bu 6 million sof foydani qilish uchun qancha so'mga tikkan? Hisob-kitobini qilamiz buni ham. Ko'ylagimizning tan narxi 65 ming so'm. Buni ko'paytiramiz 89 taga. Ko'rib turganingizdek 6 million so'm pul tikib 6 million so'm foyda qilmoqda.